Quvonishbek Ulug'medar 23 yoshda 3 ta g'alaba, 1 ta mag'lubiyat. Qirg'iz Respublikasining O'sh shahrida Artur Ahmedov shogirdi 1.80 m aytib o'tdim, 3 ta g'alaba, 1 ta mag'lubiyat uning rekordida. E'tirof etamiz, Sharif Qo'shayev ATF Promotion'ning sobiq chempioni yana qaytdi va mana shu kamarni o'ziniki qilib olmoqchi. Uning raqibi rossiyalik jangchi Tovil Ilyasov. Zarba o'tdi va ketdi. Zarbalar ketma-ketligi ortidan parterda jang olib borish juda ham qiyin, ko'rmay qoldim. Biroz ma'lumotlarga berib ketdim. Kechaning asosiy jangini anons qilmoqchi edim faqatgina do'stlar. Zarbalar davom etyapti. Jangni parterga o'tkazish kerak. To'xtamayapti. Rustam Aliyev qani zarbalardan shuni ehtiyot bo'lish lozim. Ochishasiga kirib bo'lyapti hozir. Zarbalarga o'tkazyapti zarbasini. Tavakkal qilyapti, ochishni aytib o'tamiz. Rustam Aliyev buni shasht bilan boshladi mana shu jangni. Rustam Aliyev bog'lamay yetishga harakat qilyapti, uddasidan chiqyapti qirg'izistonlik sportchi. Ammo aylantirib tashlashga bo'lgan harakat hech narsa bo'lgani yo'q. Kuch yo'qotmagan bo'lsa kifoya hozir Rustam Aliyev. Mana shundan birozgina xavfsirayapmiz. Tizzada zarba yo'lashga muvaffaq bo'lyapti. Quvonishbek Ulug'medar keskin ravishda mana shu zarbasini yo'lashga harakat qilyapti. Diyorbek Rustam Aliyev. Middle kick, low kick bilan javob qaytyapti. Nahotki mana shunday charchagan bo'lsa, zarba yo'lashga urinib ko'rdi, oyog'idan ushladi va ketdi. Mana bunday yuqori amplitudali takedown. Hali 2 daqiqa vaqt bor. Bel nazoratga olish kerak. Torga borib turadi. Torga borib turishga harakat qiladi shubhasiz. Bo'y borasidagi farq sezilyapti. Yo'q, albatta bunday qilish kerak emas.
1,5 daqiqa. Yiqitishga yana harakat qilyapti. Diyorbek Rustamaliyev. Ikkita tizza yo'lashga harakat qildi, lekin masofa aynan Rustamaliyev uchun qulayroq edi. Va yana bitta parter ko'ramizmi? Chiroyli yiqitdi. Ana endi zarbalar kerak. Diyorbek endi zarbalar bo'yi vaziyatda yo'llash kerak. Uch burchakka tushib qolmasa kifoya. Yo'q, uch burchak. Yon taraflama nazorat endi. Jarohat bor. Tirsakda zarba. Yiqityapti yana. Ketdi. Ground and pound. Zarba ketdi, yana bitta. Yo'llash imkoniyati bor edi. Yo'llamadi faqatgina. Chiqib ketyapti. Bo'ldi. Raund yakuniga yetmoqda. Qiziqarli o'tkazdi. Biroz pala partish, biroz sarosima bor-ku harakatlarida, lekin raund. Dog'riqli middle kick. Yana bir marotaba yo'llayapti mana shu zarbani. Qani chap. Oyoqqa tashlanmoqda. Burboqqa qoldi. O'zini oqlayroq vaziyatda qolib ketishiga. Low kick. O'ng qo'l yaxshi yiqitishga muvaffaq bo'lyapti ana endi. Qo'yib yuborish kerak emas. Mana endi qulay vaziyat qidirish kerak. Kimura qiladi, boshqa yo'l topishga harakat qiladi. Oyoqni o'tkazish lozim. Bittasini bermayapti o'tkazishga. Nazorat qilyapti to'liqligicha. Turishga imkon bermayapti. Ortiga o'tib, Mirkomilov kerakli paytda to'g'ri ko'rsatmalar beradi barabar. Ortiga o'tib oldi deb aytib o'tmoqda. Bu juda yaxshi va mana endi yana shubhasiz bebog'li kurash vakili. Faqat hali zardorlik to'g'ri yo'lga qo'yilmagan ekan. Ko'ngildagidek. Diyorbekda yana tagidan qo'shimiz kerak. Juda to'g'ri ko'rsatma. Va hozir o'zi tushib qolmasa kifoya bu vaziyatda. Ana endi ikkala oyog'ini ham ushladi va oqisda jangni parterga o'tkazishga muvaffaq bo'lmoqda. Zarba kerak. Ko'proq zarbalar albatta. O'ng qo'lda yaxshi. Mana birinchisi. Ikkinchisi. Turyapti bir amallab Medara. Qirg'izistonlik sportchi, ammo nafas olishga imkon bermayapti baribir. Rustamaliyev nafas olishga imkon bermayapti. Belbog'li kurash vakilini qo'l bog'ichini yechish ham oson emas ekanligini tushunyapti. Quvonishbek Ulmadar aylanib turyapti. Qanday zarba! Yon taraflama. Lekin vaziyat yana Diyorbek Rustamaliyev foydasiga hal bo'lmoqda. Zarba ko'proq kerak mana shunday zarbalar.
Tizzada ikkita zarba ketma-ket. Yana bir zarba. Yana zarba ket, yana bir zarba. Ana endi bel nazoratga olsa ham bo'ladi. To'xtovsiz yo'lab zarbani. Kimdir kapasi tushib qoldi. Aylanib hozir o'ziga xos usullar qo'llashga harakat qilib ko'ryapti. Qirg'izistonlik sportchi, lekin imkon berilmayapti. Imkon berilmayapti, baribir tortib, yana parterga, yana pastga, yana birinchi qavatga tushirib qo'ymoqda. Jarohat bor. Diyorbekda qoringa zarba oldi, tizzada yo'q. Nazorat muhimroq. Tirsak zarbasi ortidan yana qo'lib ketish kerak emas. Va mana endi gard yopildi. Zarbalar yo'llash mumkin. Chap qo'l yon taraflama zarba. Yana bir zarba ortidan. Aniqlar kam, lekin harakat to'xtayotgani yo'q. Referi vaziyatga aralashmaydi. Referi vaziyatga aralashmaydi, bu tushunarli. Bo'ldi. Ikkinchi raund yakuniga yetmoqda do'stlar va hujumchi Shapqo zarba. Yana va katta takedown, qolib ketish kerak emas. Turyapti darhol. Ikkalasi ham bir-birini oyog'ini ushlab oldi, tushirib turishni hozir berish mumkin emasligini, ammo vaziyatni o'zi tomoniga og'diryapti. Diyorbek Rustamaliyev og'diryapti. Ishlash kerak ekanligi uqtirmoqda. Bog'i chechilib ketdi. Darhol bog'lab olish kerak qo'llarni. Aylanib oladi. Zarbalar yo'llashga harakat qiladi qirg'izistonlik sportchi, tushunarli. Kerak emas zarbalarni o'tkazib yuborish. Kapas tushib ketyapti. Ikkala oyog'ini qo'lga kiritishga harakat qilmoqda. Ushlab oldi. Tirzada zarba. Jang kuzatishga davom etamiz. Chap qo'l, o'ng qo'l zarba, ikkita. Yana chap qo'l, o'ng qo'l zarba. Yaxshi o'tkazyapti mana shunday o'ziga xos hujumni. Lekin mana bu oyoqni ushlash holati biroz muvaffaqiyatsizroq davom etmoqda, chunki tinimsiz zarbalar yo'llashga harakat qilyapti. Quvonchbek Ulug'medar. Son esa sifatga aylanishi mumkin. Qiyinroq kechyapti. Endi kuch ham chegarasiz emas-ku axir. Kuch ham chegarasiz emas. Xavfli qanday tizza zarbasi. Oxir o'tkazdi jangni parterga. Bog'laydi shu yerda, nazorat unda. Mana shu yerda qoldirish kerak ekanligi uqtirilyapti Aziz Mirkomilov tomonidan. Yana klinchdan chiqishdi. Yana bir zarba chap qo'lda boshiga birinchi bo'lib harakatni amalga oshiryapti. Diyorbek Rustamaliyev. Qancha qoldi? 2 daqiqa dosh berish kerak. 2 raund uniki, hech qanday shubhasiz. Bu raund bilmadim qanday hisoblashadi hakamlar. Murakkab jang, og'ir jang. Va yana bitta takedown, juda muhim.
Yiqilish kerak emas, yiqilish kerak emas. Tavakkal qilyapti, xavfli, juda ham xavfli. Qancha? 1 daqiqa 10 soniya. Yana dosh berish kerak. Bog'lam yechildi. Tizzada zarba. Bermayapti, bog'layapti, davom etyapti. Mana shu bog'lamni ushlab turishni Parviz diqqat bilan yurdi. Qarab turibdi Davlat Rustamov. Jarayonni kuzatyapti. Og'ir jang do'stlar, juda ham og'ir jang. Ammo taktika qo'llanilgan birinchi, ikkinchi raundda Rustam Aliyev tomonidan va bu o'zini oqlayapti. Uning kuchli jihatini ishga solishga muvaffaq bo'lmoqda Rustam Aliyev. 30 soniya Diyorbek Rustam Aliyev. Yana dosh berish lozim mana shu qarama-qarshilikka. Qirg'izistonlik sportchi esa ushbu masofani uzib, hozir qandaydir kuchli zarba yo'llashga harakat qiladi. Lucky punch izlaydi. Tizada zarba. Og'ir zarba. Juda og'ir zarba yo'lladi. Va bo'ldi. Barakalla. Единогласным решением судей в этом бою победу одерживает боец из красного угла Диёрбек Рустамов.